Erim bilan ko'p urushishimga sabab bo'ladigan narsani yechimini topdim. Arzimagan muammodan katta urush chiqishiga ishonasizlarmi? To'g'ri, boshida arzimagan bo'lib tuyuladi, lekin yillar davomida arzimagan muammo ham katta muammoga aylanadi. O'sha katta muammoga aylangan arzimagan muammo nima bilasizlarmi? Kladovkamni to'ldirib turgan erimni 850 ta oyoq kiyimlari. Har kuni erimishga kuzatayotganda 850 ta korobkaning ichidan erimni kiyimlariga mos bo'lgan oyoq kiyim qidiraman. Yo'q, bizning oyoq kiyim magazinimiz yo'q. Shunchaki meni erim oyoq kiyim jinnisi. Manu 4 ta oyoq kiyimim bo'lsa ham bittasini bosib kiyaman, qolgan 3 tasi yengidek turadi. Xullas har kungi asabuzalilardan keyin Instagramda o'tirsam, Mokishkada shunaqa oyoq kiyim taxlaydigan shkaf ko'rib qoldim. Ko'zimga olov bo'lib ko'rinib ketdi. Kelishi bilan bu shkafni tez yasab tashladim, yasashim qiyin emas ekan. Birin-ketin erim oyoq kiyimlarini taxlarkanman, yuragim xavotirda 850 ta oyoq kiyim sig'armi? Xullas eng ko'p kiyadigan oyoq kiyimlarni shu shkafga taxlab, kam kiyadiganlarni yana kladovkaga joylab qo'yishga qaror qildim. O'zim bunaqa muammolar ayol kishi bilan ko'proq bo'ladi. Oyoq kiyimi ko'pligidan eridan gap eshitib yuradi. Sizlarning uyda kimda oyoq kiyim ko'p, eringizdami, sizdami? Sizlarda ham hech shunaqa muammo bo'lganmi? Menga bu shkafga yoqqan tarafi oyoq kiyimlar shunday ko'rinib turadi, kiyimingizga mos bo'lgan oyoq kiyimni osongina tanlaysiz. Bolalarimniki bilan o'zimnikini amallab bitta polkasiga yetib bordim, bo'ldi, muammo hal. Endi er-xotin ancha yil urushmasdan yashasa kerak. Uylar uchun kerak bo'ladigan shunaqa narsalarni faqat Mokishkadan topsanglar bo'ladi, hamyonbop narxlarda.